Abdulla Oripov qalamiga mansub Sohibqiron she'riy dramasida Amir Temurning murakkab umr yo'li haqqoniy bo'yoqlarda ochib berilgan. Sohibqiron dramasida Amir Temur janglarda emas, balki ko'proq o'ylar girdobida aks ettiriladi. Asarda Temurning murakkab tabiati, uning Amir Husayn, Sulton Boyazid, amirlar o'g'illariga munosabatini ko'rsatish mobaynida yorqin aks etgan. Amir Temur tajribali hukmdor va o'ychil faylasuf sifatida davlatni ushlab turguvchi tayanchlarni mo'l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar deya belgilaydi. Uning jahongirlik tabiati suruvda bitta cho'pon bo'lganiday, xalqni ham bir podshoh boshqarish kerakligi borasidagi qanoatida namoyon bo'ladi. Dramada Temurning fuqarolarga munosabati, hukmdorlar seva turib fuqarolarni umid hamda qo'rquv ichra saqlash darkor degan qarashida aks etadi. Asarda Amir Temurning o'z dushmanlari gunohlarini ham kechira oladigan shaxs ekani, Sulton Boyazid haddidan oshgan kimsani jazosiz qoldirmasligi, Amir Husayn ezgu amalli ishlarini taqdirlashi, Hofiz Sheroziy va Qosimbek timsollari orqali ishonarli aks ettirilgan. Dostonda Boyazidning Amir Temurga yozgan xatidagi haqoratlar uni urushga kurashishga majbur etishi ishonarli tasvirlangan. Agarda sen biz tomonga kelmasang, Temur, bilib qo'yki, xotinlaring 3 taloq bo'lgay. Agar seni yenga olmay chekinsam ortga, unda mening xotinlarim bo'lsin 3 taloq. Muallif hech bir musulmon chidashi mumkin bo'lmagan bunday odobsizlikka Temurning jang bilan javob berishi tabiiyligini tarixiy haqiqatga ham mos holda ko'rsatadi. Jahon tarixida o'chmas iz qoldirib ketgan Sohibqiron Amir Temur bobomizning hayot yo'liga beparvo odam kam bo'lsa kerak. Zero bu bir buyuk insonning juda ulkan marra, jahonni zabt etish bosqichlarida kechgan mashaqqatlar va sinovlarga to'la, ruhiy iztiroblardan ham begona bo'lmagan hayot yo'lidir. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning Sohibqiron she'riy dramasi o'quvchini ana shu dolg'ali davrga dadil yetaklab kiradi. Qolaversa, muallif bu sahna bo'ylab nafaqat katta iqtidor egasi sifatida, ayni paytda bobolar merosiga sadoqatli va ehtiyotkor avlod sifatida ham qalam tebratadi.